Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Jack A2B tikuv mashinkasini ko'rib o'tamiz. Jack A2B tikuv mashinkasi bir xil to'r tikuv mashinkasi bo'lib, qalin, yupqa hamma matoni tikadi va buning farqi F5 oddiy tikuv mashinkalaridan farqi o'z ipni qirqadi. Mana avtomatik tarzda o'z ipni qirqib ketadi. Jack A2B tikuv mashinkamiz yana F5 lardan farqi maksimal tezligi 5000 barodor, maksimal tezlik 5000 barodor va yosh bolalar bo'lsa knopkalarni bosib tashlasa, bitta knopka bilan o'zini-o'zi miyasini avtomatik beradi. Miyasi qochib qolmaydi. Tikuv mashinkamizga garantiya servis garantiyalari 3 yil motor qismiga, 3 yil mexanizm qismiga garantiya beramiz. 3 yil ichiga motor qismi kuysa, motorni bepul almashtirib beramiz. 3 yil ichiga mexanizm tomoni buzilsa, bepul remont qilib beramiz. Tikuv mashinkasi sifati zo'r, tikishlari ham yaxshi, qalin, yupqa motor tanlamaydi, cho'ziluvchan hamma motorlarni tikadi. Bu tikuv mashinkamiz elektr energiyani ham tejaydi. Elektr energiyani 80 volt past kuch yo'nalishida ham ishlaydi. Tikuv mashinkamiz eng baland elektr energiya kuchlanishida 250 voltgacha ishlaydi. Tikuv mashinkani sifati har taraflama yaxshi. Boshqa tikuv mashinkalaridan nisbatan Jack A2B qaychilik tikuv mashinkasi sifatliroq va chidamliroq.